Azizlar, hammalarga fit check qilganmiz. Rosa yoqqani uchun Akmal akam hozir majburlab keling yana fit check qilamiz dedim. Chunki ikkalamiz ham kostyum kiyishimiz juda ham qiyindi. Ana bo'lmasa men boshlab beraymi jonginam? Shunaqa qiling. Kostyumim Macy'sdan, Calvin Klein'niki. Sumочкam oddiy Prada'niki. Oyoq kiyimim ham bugun hamma yog'im Calvin Klein, hammasi Macy'sdan qizlar. Ko'pchiliklarning ziraklayingizni qilmabsiz dedilaring. Ziragim oddiy TJ Maxx'dan. Bunisi 16 yoshligimda dadajonim va ayajonim Dubaydan olib kelganlar. Buni Akmal aka sovg'a qilganlar. Buni o'zim olganman. Endi siz. Endi bizniki mana Men Warehouse degan magazin bor Amerikada. Shunda bitirish kechasi olganman. Calvin Klein. Bu ham Men Warehouse'da shoes'i menga nimaga yoqadi? Zero gravity. Maytdan shunday havo kirib turib, maytdan chiqib ketadi. Voy dali yechib olgansiz. Cool hands. Yechish ham oson, kiyish ham oson. O'shanga shunaqa tufli olaman. Olganimga 5-6 yil bo'ldi. Kiyib yuribman. Kecha men uni o'g'ilcha kiygan. Bitirish kechasi bugun men cho'zib yuboribdi, ishton osilib turibdi. Qarashoga o'tib ketadi shekilli. Shu? Remenizchi. Remen. Har bir istoriyasi bo'ladi-ku remeniz. Bu remenni rahmatli otam kiyib yurardi. Shu oxirgi marta kelganda dada tashab keting deganman, tashab ketgan. Shu otamdan meros bo'lgan belni baquvvat ushlaganini qoldirganmiz. Soatim yo'q, zarari tugagan. Shu mana bu yerda bitta ochki bor. Nimada Michiganda ochkim qolib ketibdi, ko'rga o'xshab, hali menyuni o'qiy olmasdan kecha qarasam qizimni nimasida bittasida ochkisi qolib ketgan ekan. Yerda yotgan ekan, shunday olib bunday kiyib ko'rdim. Hozircha kiyib qaytayotganda tashab ketaman yana. Shu fit check. Fit check. Bunisi Kenneth Cove, chunki men juda yaxshi ko'raman boshqalarini. Shunaqa azizlar, epladikmi yana yozib qoldiringlar. Obuna bo'lish eslangdan chiqmasin, ayniqsa yurakcha qoldirish. Men qaranglar, bu bironta bormi firma deb men u jasadga kiygizadigan. Yana jasad dedingiz, dali. Xayr.